Erkek kishi yig'lamaydi deydi, bilasizmi? Nima yig'lamaydi? Nima erkek kishi qalbi yo'q, erkek kishi sinmaydimi? Erkek kishi ko'chada yurib bor, qancha g'am tashvish ko'taradi, bilasizmi? Misol uchun meni ko'chadagi g'am tashvishim bilan uyimni g'am tashvishi borda, ikkalasi ikki xil narsa-da. Bu yoqda uy tinch bo'lmasa, ish zo'r bo'lmaydi. Xuddi shunday. Men aytaman, har qilib erkek kishi yig'lamaydi. Любой erkek kishi. Erkek kishi yig'ladimi? Значит, normalniy narsa bo'lgan. Juda normalniy narsa. Erkek kishi yig'laydi, erkek kishining qalbi bor, yuragi bor. Erkek kishi ham u tosh degani emas, u yig'lab turadi, siqilib turadi, misol uchun g'am tashvish ko'p-da. Erkek kishi yig'lamaydi deydi, bilasizmi? Nima yig'lamaydi? Nima erkek kishi qalbi yo'q, erkek kishi sinmaydimi? Erkek kishi ko'chada yurib bor, qancha g'am tashvish ko'taradi, bilasizmi? Misol uchun meni ko'chadagi g'am tashvishim bilan uyimni g'am tashvishi borda, ikkalasi ikki xil narsa-da. Bu yoqda uy tinch bo'lmasa, ish zo'r bo'lmaydi. Xuddi shunday. Men aytaman, har qilib erkek kishi yig'lamaydi. Любой erkek kishi. Erkek kishi yig'ladimi? Значит, normalniy narsa bo'lgan. Juda normalniy narsa. Erkek kishi yig'laydi, erkek kishining qalbi bor, yuragi bor. Erkek kishi ham u tosh degani emas, u yig'lab turadi, siqilib turadi, misol uchun g'am tashvish ko'p-da. Erkek kishi yig'lamaydi deydi, bilasizmi? Nima yig'lamaydi? Nima erkek kishi qalbi yo'q, erkek kishi